Allo. Assalomu alaykum. Akalar tuzimsizlar? Yaxshimisizlar? O'tib ketgan bayraminglar bilan. Namanganliklar akalarga bir gapimiz bor, chiroyli bizni ham. Haligi namanganlik qarochi Andijonga gapirib qo'yibdi-da, nima debdi? Xullas Andijonliklar o'z Qarachi haligi aka Andijonliklarni ko't debdi, pidorozlar debdi. Potom dalishi nima debdi? eshakga o'tirgan Andijonliklar, bononga o'tirgan. Namanganliklar boshqa narsaga ham o'tirgan. To'g'ri, chaqirganda mehmonga kelib, stulda o'tirgan, tapchanda o'tirgan. Amir Olimxonni, sallanib yelkangga o'tirib olgan, boshingga chiqib o'tirib olgan. Namanganliklar, xullas qilib. Ko'pi. Chiroyli muomala qilsangiz chiroyli bo'lib ketadi aka. Andijonga purib ketmaysiz. Сначала против emas, против deyiladi, ukam. G'ish, guvala. Normalni gapirishga o'rganga, masalan, gap nutqqa o'rgataman. Bugun ona tili adabiyotdan dars beraman bugun, ukam. Qarochi. Eshitdingmi? Andijonga vashim purib ketmalaring. Senga emas, qarochi Andijonga purib ketish. Xo'pmi? Erkak bo'lsang o'ziga borib gapirgin. Atay sen ashi. Kimsan? Qarochi hali kattarog'ingning. Qarochi sen kichkina emas, hali bit. U Andijonning dodasi bu, ma'mur G'o'rzakunku. Bilib olgin, bilmasam. Pervalda o'tiradi. Angor post oldida. O'tgan ketgandan Andijonliklarning onasini, singlisini, opasini, ukasini hammasini ko'rib qo'yadigan bola shu ma'mur G'o'rzakun. Shuning uchun gordiy turib dodayman deb o'rgan. Bola o'sha G'o'rzakun. Yana nima? Rahmat demaysanlar unga. Otang do'f bo'ldilaring. Otaliging tanib turibdi. Yana nima kerak bor? Qarochi. Xo'pmi? Tovar bilan. Ash tovarga aytib qo'yganlik, kurtkaga ajallab soqol qo'yib olgan yibanga boru. To'g'risida yibanito bo'lishmagin. Ağdan kelsa yiban degan so'zni o'zi nima? Основание tushunasan? Основание degan narsani agar tushunsan, yiban degan narsa nima? Mol, fil. Itdan bo'lgan deb turib gapiriladi, to'g'rimi? Yiban degan so'zni o'zi основаниесini bilmaysan, nimaligini zo'r, qo'pol, grubiy chiqarkan deb turib og'izdan chiqar. U yiban degani o'zing onangdan o'zing ketibsan. Yiban deganda bir kishiga aytilayotganda o'zing onangdan o'zing ketibsan. Yibanuti deb turib jinnilarga gapiriladi. Bilasan? Jinnilar o'shalar o'zini onasidan ketadiganlar, o'shalar jinnilar. Bilog'in pituh. O'zi Andijonliklarga o'zi hammasi pituh bo'lib qolgan. Bobur Mirzo tashab ketgan onani Moskvada soldi hamma. O'zlaring как bitan erkaklaring xunnasa bo'lib qolgan soldi. Bittalaring как ayollaring fohisha bo'lib qolgan. Bitta-ikkita bor, normalniy bolalar ham bor, ular ham quvvatlilar. Dimidrol ichib kayf qilib yuradigan bolalar. Normalniy daskalarni turadigan bola yo'q Andijonda. Hop. Yesichi, gapim yoqmagan bo'lsa, oxirigacha eshitmasdan menga aytib yoz. Agar sen mana ko'rib turibman, sen ham musofir yurtda ekansan, bilmadimmi qayerdasan? Men Moskvadaman. Moskvada bo'lganim uchun senga aytdim. Xohlasang kommentariyaga telefon nomeringni qoldir. Telefonlashamiz. Xohlasang kellaring. Namangan buzmon edi. Oldingi videoyingda mana bolalar bilan bitta xona qilib olgan, bitta qayb qilib o'tirim. O'sha xonada hamma bitta bir-birini orqondan qo'ylashtirib yurib soldi-da. Endi men endi hammasini gapirib yurmay, bir-birini kanalizatsiyani tozalab yurib soldi. To'g'rimi Andijondagilar?
bo'pti, xayr deb o'tirmayman. Yig'lama degan Ozodbekning ashulasini eshitayverlaring o'zlaring, zimlilaring. Ozodbek.